Qanaqa emillagan kelin olganman, shu hamma yoq yoyilib yotibdi. Oyijon, ishlarimni qilib bo'ldim. Ketaversam bo'ladimi? Ajoyibsiz, ketaman deysiz. Hali qancha ishlaringizni qilmagansiz. Boring ketavering. Shuncha yildan beri o'zim qilganman. Qilib qo'yaman kelguningizcha. Oyijon, o'g'lingizga telefon qilsam ko'tarmadilar. Ozgina pul berib turasiz, narsa olib kirmoqchi edim uyga. Voy, sal g'alatiroqmisiz? Biz shundoq borib to'ldirib kelganmiz sumkamizni. Dilnozaxon, qaytayotganingizda qudamga yetarsiz, somsa-pomsa oshtadan qilib berib yuborarlar menga. Yaxshi borib keling, voqeroq keling-a. Ey onasi, kalin joydamsan? Bu o'zingni kelining-ku. Uyga ketayotgan ekan xudolaringni oldiga. Nimadir olib bermaysanmi? Bu seni vazifang-ku. Quruq bormaydi-ku. Voy, adasi, siz xotinlarning ishiga aralashmay, o'zim bilamanman. Hisob bersiz. Menga qara. Nima sen uyingga narsa olib bormading? O'ydilaringni oldi, uyalib ketdi. Sizga telefon qilsam ko'tarmadingiz. Oyijondan so'rasam, berolmayman dedilar. Kelin, chaqing, ona bolaning o'rtasiga suvchilik tushirib, meni yomonlayapsizmi? Ona chaqayotgani yo'q, men so'radim, shuni aytibdi. Biroz narsa bera olmabsiz-da. O'sha pul so'ragan ekan, men kelib berardim. Quda degan nomingiz bor. 4 ta non olib bermabsiz, ey. Men olib berishim kerakmi? Kelin, qaytaga siz bu narsa olib kelmadingizmi? Yomon past qudaga uchrab qolganman-da men. Yaxshi keldingizmi kelin? Uyga kirib turing kelin siz, xo'pmi? Voy. O'zi aslida quda emas, sen pastsan. Bitta qaynonalik vazifani bilmaysan. Sal o'zingni yig'ishtirib olgin. U ham birovning bolasi. Ba'zi bir qaynanajonlar o'zimizdan vazifamizdan unutib qo'yamiz. Kelinimizdan onasini past deymiz. Aslida o'zimiz ekan nazar tashlashimiz kerak emasmikan?